Assalomu alaykum azizlar. Hayotimiz yaqin insonlarimiz bilan quvonchli va zavqli kechadi. Qachonki ular bizni tark etishsa, qalbimiz ham, vujudimiz ham huvullab qolganday bo'ladi. Ularsiz yashashimiz og'ir kechadi. Ba'zan hayotimiz o'z o'rniga tushib ketish uchun yillar ham kamlik qiladi. Taksafon siz uchun armon bo'lib qolgan, siz suhbatlashmoqchi bo'lgan insonlar bilan bog'lanishga yordam beradi. Buning uchun bo'layotgan voqelikka siz o'zingizni ishontirishingiz kerak bo'ladi xolos. Bugungi qahramonimizni taklif etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 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 Yaxshi keldingizmi? Xudo shukr. Keling, marhamat, o'tiring. Siz kim bilan suhbatlashgan bo'lardingiz? Iloji bo'lsa, akam bilan gaplashgan bo'lardim. Chunki yoshligimizda vafot etganlar. Buning uchun siz o'zingizni ishontirishingiz kerak bo'ladi. Akangiz bilan suhbatlashish uchun men sizni taksofonga taklif qilaman. Sizda esa bor yo'g'i 4 daqiqa vaqt bor. Shoshiling. Alo. Aka. Men Lazbekman, tanidingizmi? Yoshim ham ancha ulg'ayib katta bo'lib qoldim. Bu yil universitetni bitirdim. Juda ham qiziqaman. Hozir tirik bo'lganingizda qanday bo'lardi deb. O'rtoqlarimni akalari himoya qilsa, ularga havasim keladi. Akalar ukalarini har qanaqa mushkul vaziyatda ham qo'llab-quvvatlashadi-yu. Yoshligimizda doim birga o'ynab yurardik, esingizdami? Negadir bir kecha men bilan o'ynasangiz, bir hafta davolanardingiz. Qo'shni kelin sizni juda ham yaxshi ko'rardi. Sizga osma-ko'llar qilardi. Atrofingizda hamma parvona bo'lardi. Men esa dadam bilan onamni sizdan rashk qilib qizg'onardim. Aka, shifoxonaga olib borsa siz menga parkka bordim derdingiz. Men esa sizga havasim kelaverardi. Onam bechora berkinib yig'lab olardilar. Dadamda esa har doim tomda ishlari bo'lardi. Bir kun ko'chadan uyga kirsa, dadam sizni qattiq quchoqlab yig'lab o'tirgan ekanlar. Men dadamni birinchi bor ko'rganman yig'laganlarni. Buvimni shunday hikoyalar bor edi. Erkak kishi yig'lamaydi derdilar. Menga sizni o'ldi deyishgandi. Buvim odamlar qarib, kasal bo'lib o'ladi derdilar. Men sizni tiltirmoqchi bo'lib uydan chiqib ketganman, aka. Mehrga olib kelishlik uchun 2 mahalla narida Rustam akaning do'konida bor deyishgani uchun uni izlab borganman. Mehrga olib ortga qaytganman. Vaqt ham chuqurim bo'lib qolganini bilmabman. Uyimizga yig'ilgan tumonat odamlar yig'ishlash davom etishardi. Ular orasidan sizni qidirganman, aka. Ammo topa olmaganman. O'zimcha bo'laman-da. Sizni tiriltirmoqchi bo'lganman. Mehrga yoningizga qo'ysam bo'ldi, tiriladi deb o'ylaganman. Dadam bilan
onam ham ancha qarib qolishdi. Sizni eslamagan, o'ylamagan kunimiz yo'q, aka. Agar farzandli bo'lsam, farzandimning ismini sizni ismingizni qo'yaman. Axir yoshlikda vafot etgan bolalar gunoh qilishmaydi deyishadi-ku, aka. Balki siz ham farog'atda orom olayotgandursiz. Yotgan joylaringiz jannatdan bo'lsin, aka. Vaqtimiz tugadi, afsus. Hurmatli tomoshabinlar, suhbatlashish armon bo'lib qolgan yaqinlaringiz bo'lsa, bizning taksofon bot manzilimizga yozib qoldiring. Biz sizning so'zlaringizni, aynan sizni so'zlaringizni kerakli manziliga yetkazishga harakat qilamiz. Omon bo'linglar.